Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz navbatdagi kuxunli mebelimizni ustanovkasini yakunladik. Ko'rib baho beraverasizlar. Kuxunli mebelimizni fasad qismi akrildan bo'lgan. Shkaflarına led bilan profil oynalar qo'yildi. Berna profil oynalar, suv shilkasi, led ham qo'yildi. Mo'ykalari yaxshi qora mo'ykadan ko'rishingiz mumkin. Benda suv shilkalari ham bor. Qulloblar 100% vakuum. Bellarida topli polni nasozlari bor ekan, bellarni olib shikkatib, bellarni taxlab berdik. Kimga shunday mebellar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar.